Adolatli kadrlar siyosati korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim omilidir. Biz korrupsiyaga qarshimiz. Yo'llar sifatining haqqoniy baholanishi, fuqarolar xavfsizligi, davlat mablag'laridan oqilona foydalanish va korrupsiya xavflarini bartaraf etishda asosiy qadamdir. Bo'limimiz faoliyatida har bir ko'rsatkich, har bir hisobot va har bir baholash natijasi aniq mezonlar asosida inson omili ta'sirsiz shakllantiriladi. Bu esa korrupsiyaga qarshi qat'iy kafolatdir. Biz har bir yo'l obyektlarining hisobini aniq va xolis yuritamiz. Bu jarayonlarda korrupsiyaga o'rin yo'q. Davlat xaridlarida har bitta shartnoma tuzilgan shartnomalarimizda korrupsiyaga yo'l qo'ymaymiz va korrupsiyaga qarshi kurashamiz. Elektron ruxsatnoma berish tizimi yuk avtomobillarni yo'llarda belgilangan tartibda harakatlanishini ta'minlaydi. Jarayon to'liq shaffof va nazorat ostida amalga oshiriladi hamda korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Ma'lumotlarning soxtalashtirilishi jamiyat ishonchiga putur yetkazuvchi xatti-harakatdir. Korrupsiyaga mutlaqo qarshimiz. O'g'irlik nazoratida qat'iyat va halollik yo'llarini asrashning kafolatidir. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125.1 qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz qo'llaydichi. Xato va nakladnoyiz bormi? Olib keling. Halol nazorat, xavfsiz yo'llar garovi.